Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Endi pensiyalar ko'tariladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Pensiya islohoti. Endi 2 yillik to'lovni qaytarib olish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasi talab qilinmagan pensiyalar to'lovi bilan bog'liq qonunchilikdagi muhim o'zgarishlar haqida ma'lum qildi. Endilikda turli sabablarga ko'ra o'z vaqtida olinmagan pensiyalar bo'yicha to'lovlar olish huquqi uzoqroq muddatni qamrab oladi. Yangi qonunga muvofiq pensiya oluvchiga tayinlangan, ammo undan talab qilinmagan pensiya to'lovlarini berish muddati 12 oydan 24 oygacha uzaytirildi. Masalan, agar siz 2 yil davomida xorijda bo'lib, pensiya olish imkoniga ega bo'lmagan bo'lsangiz, O'zbekistonga qaytgach shu 2 yillik pensiyani to'liq olish huquqiga egasiz. Bu to'lov pensiya to'xtatilgan sanadan boshlab amalga oshiriladi. Bunday holatda pensiya to'lovlarini qayta tiklash uchun tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilish kerak. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.